Hammaga salom. Oldingi videoda Zack Snyderning Adolat Ligasi filmining ikkinchi qismi haqida gapirib berishimni ko'pchilik so'rashdi. Bugungi videoda aynan shu haqida gaplashamiz. Videoning boshidan aytib o'taman, bu film hech qachon chiqmaydi. Agar boshi aylanib DC yana Zack Snyderni qaytib olib kelsa ham, Zack Snyder yana qaytadan ssenariy yozib chiqishi haqida aytib o'tgan. Shu sababdan bular spoiler emas va shu bilan birga film chiqmasligi deyarli 100% aniq. Demak, boshladik. Do'stlar, aytib o'tishim kerak, bu video Yesuzuba kanalida ham bundan bir necha yil oldin chiqqan edi. Agar siz o'sha videoni ko'rgan bo'lsangiz, bu videoni ko'rishingiz shart emas va kommentariyada o'g'irlangan degan negativlarni aytmang iltimos. Ssenariy bir xil bo'lganligi sabab bir xil video bo'lyapti. Videoni faqatgina kommentariyada so'raganlar uchun chiqardim. Agar sizga manzur kelmasa, shunchaki videoni tomosha qilmasligingiz mumkin, lekin iltimos kommentariyada hurmatni saqlang. Voqealar Adolat Ligasi Dala Bo'risini o'ldirgandan keyin bir necha hafta o'tib boshlanadi. Adolat Ligasi a'zolari o'z ishlari bilan har tarafga tarqalishadi. Diana yana muzeyga borganida uni oldiga amazonkaliklardan biri kelib, uni Temiskiraga olib borishini aytadi. Temiskiraga kirish paytida esa Dianaga har xil voqealar ko'rinadi va bularning birida Diana urush ma'budi sifatida Supermanni o'ldirganini ko'radi. Temiskiraga borgandan keyin Diana onasi bilan ko'rishadi. Keyingi sahnalarda Barry Allen otasini qamoqdan ozod qiladi. Bunga esa Batmanning advokatlari yordam beradi. Barry advokatlar bilan sudni qayta ko'rishni boshlaydi va otasini ozodlikka chiqaradi. Aquaman hamda Mera birgalikda Atlantidaga qaytishadi va barcha suv osti qirolliklarini birlashtirishadi. Cyborg esa Batmanning uyiga borib, Alfred bilan birga ishlaydi va Batmanning texnikalarini hamda o'zini takomillashtiradi. Batman esa Loisning oldiga boradi, sababi ular qamoqdan qochgan Lex Luthorni topishlari kerak edi. Lois Lex Luthorning rejasini bilardi, sababi marslik ovchi unga Lex 3 ta ona qutilarini o'g'irlagani haqida ma'lumot bergan bo'ladi. Bilishimizcha, Lois va Batman Superman o'lgan paytda sevishib yurishgan. Superman tirilgach esa Lois Batmanga Clark bilan birga bo'lishini aytadi. Batman Loisdan shubhalanadi, sababi undan nimadir yashirayotganini sezadi. Lois Supermanning oldiga borganda esa Superman o'zining super eshitish qobiliyati orqali Loisni nimani yashirayotganini biladi. Ha, siz to'g'ri taxmin qildingiz. Loisning vujudida ikkita yurak bor edi, ya'ni Lois homilador edi. Lekin Lois bola kimdan ekanligini hammadan yashiradi. Hammasi ajoyib ketayotgan edi. Hamma baxtli edi, ammo Lex Luthor bu paytda o'zining yovuzlar jamoasini tuzadi. U Braziliya o'rmonlarida Dr. Maroni topib, Dianani o'ldirish taklifini qiladi. Diana Dr. Maroni hayotini saqlab qolgan bo'lsa-da, ammo Maro uni o'ldirishga rozi bo'ladi. Ularning jamoasida yana Orma, Qora Manta, Leonard Snap, ya'ni Muz kapitan ham bor edi. Batman jummoqchi personajini uchratadi, ammo bu personaj aqldan ozgan bo'ladi, sababi Batmandan oldin uning oldiga Lex Luthor hayot tenglamasini yechishi uchun olib kelgan bo'ladi va jumboqchi uni yecha olgan bo'ladi. Ha, qoyil qolish kerak, jumboqchi anti-hayot tenglamasini yecha oladi, ammo aqldan ozib qolgan bo'ladi. Luthor 3 ta onalar qutisini aktivlashtiradi. Hammasini o'ziga bo'ysuntirmoqchi bo'ladi, ammo Darkseid ona qutilarini faollashganidan xabar topadi va Desat bilan portal orqali kelib, Luthorning barcha rejalarini chippaga chiqaradi. Luthor o'z hayotini saqlab qolish uchun Supermanni yengish yo'lini aytganida, Darkseid Supermanni o'ziga bo'ysuntirmoqchi ekanligini aytadi. Luthor esa bu ishni Lois orqali qilishi mumkinligini aytadi. Superman Darkseidning yerga kelganini bilib, Loisni Batmanga himoya qilishi uchun qoldirib, o'zi Darkseidning oldiga ketadi. Superman Darkseid bilan deyarli teng jang qiladi. Darkseid portal ochib, Batmanning uyiga keladi. Batman qo'rqib qoladi. Superman Darkseid Loisning oldiga ketganini bilib, bor kuchi bilan uning oldiga uchadi. Ammo Darkseid uni ko'z oldida Loisni Omega nurlari bilan yondirib tashlaydi. Darkseid anti-hayot tenglamasi bilan Supermanni o'ziga bo'ysuntiradi. Bu sahnalar esa Zack Snyderning Adolat Ligasi filmida ham ko'rsatilgan. Bu paytda Dr. Maro Temiskirada o'lim havosini tarqatadi. Diana va onasidan tashqari hamma o'ladi, hattoki Maroning o'zi ham. Atlantidada esa Orma va Qora Manta hujum qilib Aquamanni o'ldiradi. Mera esa qattiq jarohatlanadi. Muz kapitani Flashni o'ldirmoqchi bo'lganida esa Cyborg unga yordamga keladi, ammo Cyborgning pastki qismi qattiq jarohatlanadi. Superman Batmanni o'ldirmoqchi bo'ladi, sababi u Loisni himoya qila olmagan edi, lekin Batman qandaydir yo'l bilan qutulib qoladi.
Superman bundan g'azablanib Lex Luthorni o'ldiradi. Keyingi sahna ham aynan Adolat Ligasi filmida ko'rsatilgan. Oradan 5 yil o'tib tirik qolganlar Batmanning uyiga yo'l olishadi. Shunda Batman shoshilish kerak. U yaqinda edi va film tugaydi. Adolat Ligasi 2 filmi bevosita 3-qismga chambarchas bog'liq. Bugun esa faqatgina 2-qism haqida gaplashdik. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va videoni ko'proq do'stlaringizga ulashishni unutmang. Boshida aytib o'tganimdek, agar bu ma'lumotlarni siz oldin YesUzuba kanalida ko'rgan bo'lsangiz, shunchaki negativ yozmasdan, hech qanday ish qilmasdan, shunchaki videoni ko'rmasdan chiqib ketishingiz mumkin. Agar aktivlik yaxshi bo'lsa, 3-qism haqida ham xuddi shunday gapirib beraman. Yana yangi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.